Timiz rahbari tomonidan yoshlarga oid muhim qarorlar imzolab kelinmoqda. Ulardan biri ko'pchilikning hayotini o'zgartirgan, kelajakka yo'l ochgan 61-sonli qarordir. Aynan shu tufayli bugun endigina 20 yoshdan oshgan yoshlar ham o'z biznesini ochib, uni rivojlantirmoqda. Eng muhimi shuki, ularning faoliyati faqat moliyaviy foyda emas, xalqimizga ham bevosita manfaat keltirmoqda. Biz 2025-yilda prezidentimizning 61-qarorlari bo'yicha mana shu loyihadan foydalangan holda 330 million miqdorida kredit oldik va bu mablag'dan unumli foydalanish maqsadida biz bu mablag'ni to'lig'icha o'quv markazlarimizga yo'naltirdik va hozirda bizning Irina Academy o'quv markazlarimizning O'zbekiston bo'yicha 3 ta filiali mavjud va biz aniq bir ta'lim tarmog'i sifatida faoliyat yuritmoqdamiz. Hozirda bizning Navoiy viloyati Qiziltepa tumanida bitta filialimiz mavjud va Toshkent shahrida Yakkasaroy tumanida 2 ta filiallarimiz mavjud. Mana shu loyihadan foydalangan holda biz hozirda 500 dan ortiq o'quvchilarga ta'lim berib kelmoqdamiz va o'quv markazimizga talab juda yuqori bo'lganligi uchun mana shu loyiha yordamida biz o'quvchilar sonini, ya'ni o'qish o'rnini 2000 tadan oshirishga muvaffaq bo'ldik. Imzolangan ushbu 61-qarorga muvofiq ushbu kredit boshqa kreditlardan farq qiladigan tomoni bu uzoq muddatga beriladi va albatta juda ham past foizlarda va yana o'z imtiyozli muddatiga ega. Bu albatta ta'lim sohasida faoliyat yuritadiganlar uchun va bitiruvchi talabalar uchun juda ham katta imkoniyat va hozirgi kunda bizning o'quv markazlar tarmog'imizda jami 40 dan ortiq xodimlar faoliyat yuritishadi. Bular pedagoglarni, administratorlarni va direktor menejerlarni o'z ichiga oladi.